Jaloliddin Masharipov hamda Gilermo Ochoa ekranlaringizda ikkala jamoa sardorlari va ular hozir hakam bilan suhbat olib boryapti. Kim qaysi tomonda o'ynaydi, kim birinchi to'pni kiritib beradi? Mana shu savollarga javob topishdi. Demak, O'zbekiston milliy terma jamoasi o'yinni boshlab beryapti. Vakillarimiz ko'k rangli libosda o'ynaydi chap tomonda. Oq rangli libosda Meksika milliy terma jamoasi Azteca o'yingohidagi o'rtoqlik uchrashuvi boshlandi. Strechko Katanes optimal tarkibni tanlagan, baribir o'rtoqlik o'yini bo'lishiga qaramasdan o'yinga jiddiy yondashyapti. Baribir Meksika ancha jiddiy raqib. Mana bu yerda Masharipovdan ideal uzatma bo'ldi. O'ng qanotdan Saitov nima o'ylab topadi? Mayda qadamlar bilan kirib boryapti. Az Turg'unboyev, ofsayd yo'q. Ichkariga uzatsa bo'ladi. Ikkinchi qavatda zarba yo'llanyapti va Bobur Abduxoliqov hisobni ochyapti. 18-daqiqada ajoyib paslar va Bobur Abduxoliqov ikkinchi qavatda raqibdan ustun kelgan holatda ajoyib zarba yo'llayapti. Hisob 1-0 do'stlar. Hisobni ochib oldik. Mana bu yerda ofsayd yo'q. Saitov Turg'unboyevga, Turg'unboyevdan zo'r pas va mana bu yerda Bobur Abduxoliqov ikkita raqib kurshovi orasida bo'lishiga qaramasdan zarba yo'llayapti va 9likni nishonga olyapti. Va bu yerda Ochoa sakragan, qo'llari yetgan, faqat baribir zarba ancha kuchli chiqqan do'stlar. Bosh bilan ham kuchli zarba yo'llasa bo'ladi. Hisob ochilyapti 1-0. Mana shu erta hisobni ochib olganimiz yaxshi bo'ldi. Tezkor gol kerak edi. Endi esa himoyada yigitlar tartibli o'ynash kerak. Baribir Meksikada ijrochilar bor. Mana bu yerda pas Alvaradoga yopish kerak. Raul Jimenez, wow! Hisob tenglashyapti do'stlar. Hisob tenglashyapti. Raul Jimenez APL da o'ynaydi bu. APL futbolchisini mana bunday darvozabon bilan yolg'iz qoldirish oxir-oqibat golga olib kelyapti. Himoyada xato. Endi pas ham chiroyli chiqdi. Pas Rodrigezning pasi va ofsayd yo'q bu yerda. To'g'ri, Alvaradoni zarbasi noaniq chiqdi. Pasga aylanib ketdi. Bu yerda Abdulla Abdullayev bo'shliq yuzaga keldi. Hududni yopa olmadi. Sayfiyev va Aliqulov ikki futbolchi orasidan kirib boryapti Raul Jimenez. 1-1 20-daqiqa. 2 daqiqa o'tar o'tmas javob qaytaryapti Meksika ham Raul Jimenez tomonidan. Maydon markazida vakillarimizda to'p. Otabek Shukurov qanotga uzatdi. Jaloliddin Masharipov nima o'ylab topadi? Masharipov o'z qanotidan Shukurovga qaytaryapti. Shukurovning pasi o'tkazib yuborilyapti. Az Turg'unboyevning zarbasi 2-1. Aziz Turg'unboyev 45-daqiqada birinchi taym so'ngida vakillarimizni yana oldinga olib chiqyapti. 2-1 do'stlar. Taym so'ngida yana hisobda oldinga chiqib olyapmiz. 2-1. Aziz Turg'unboyev asosiy tarkib uchun da'vogar futbolchi. Mana shunday desak to'g'ri bo'ladi. Va mana bu yerda hujum ajoyib chiqdi. Shukurovning pasi Masharipov qaytardi va Turg'unboyevning bilyard zarbasi Ochoa qaytara olmayapti. Olib bo'lmas zarba. Burchakni yopa olmadi va Turg'unboyevning ajoyib goli. 76-daqiqa Meksikada to'p. Endi tabiiy so'nggi daqiqalarda Meksika faolroq o'ynashi, chunki uyda o'ynayapti, hisobda ortda boryapti. Mana bu yerda pas, ehtiyot bo'lib o'ynash kerak. Cardoza kirib boryapti. Oy, va mana bu yerda hakam penalti deb topdimi? Yo'q, menimcha penalti yo'q. Meksika futbolchilari hakamga e'tiroz bildiryapti. Hakam Turoningdan dedi va Cardozaga bu yerda simulyatsiya bo'lishi ham mumkin. Penalti yo'q edi. Penalti yo'q do'stlar. Takror lavhada Aliqulov qo'l bilan tegingandek tuyuldi. Yo'q, keyin qo'lini tortib olgan. Bu Cardozani ijrosi edi. 80-daqiqa o'tib boryapti do'stlar. Shovqinli Azteca bosim kuchaygan, tabiiy, chunki Meksika yutqazyapti. So'nggi 10 daqiqalik maydon markazida yana boyagindaqa long ball va bu yerda himoyada xato va Raul Jimenez hisobni tenglashtiryapti. Yana xato va Meksika hisobni tenglashtiryapti. Bir xil o'sha birinchi taymdagi gol bilan himoyada xatoga yo'l qo'yyapmiz. APL futbolchisi
Shu birgina Raul Jimenez bo'lmaganda bugun Meksika hech narsa qila olmas edi ekan. Afsus, u maydonda va yana hisobni tenglashtiryapti. Meksikalik muxlislarning quvonchi. Bizga takroriy lavha kerak. Kim edi boyagi xatoga yo'l qo'ygan va mana long ball va bu yerda Sherzod Nasrullayev. Himoyachilar tushunmay qoldi bir-birini. Nasrullayev bosh bilan Yusupovga qoldirmoqchi bo'lgan va Alqulov hamda Abdullayev yana xatoga yo'l qo'ygan. O'rtada kirib boryapti. Ya'ni ikkita himoyachi o'rtasidan kirib boryapti. Biznikilarda to'p Osmon O'runov sherigiga uzatsa bo'ladi. Xato pas. Meksikaliklar to'pni egallab olyapti. Erta pressing kerak mana shu yerda. Yana uzun pas Alvarado qanoti tomon. Alvarado chap qanotdan qaytish kerak, qaytib olish kerak yigitlar. Meksikaning xavfli hujumi Sanchesga qoldirdi. Sanchez kirib boryapti. Sanchez bir o'zi kirib boryapti. Zarba yo'llanyapti. Blok qo'yildi. Mana shu kerak edi. Abdullayev to'pni chiqarish kerak. Wow! 3-2 do'stlar. Meksika Akunya gol muallifiga aylanyapti. Offside yo'qmi? Mana shuni ko'rish kerak hozirgi holatda. Abdullayev yana xatoga yo'l qo'yapti. Endi ba'zan bo'ladi futbolchilarda bitta shunaqa o'yin bo'lib qoladi, hali muvaffaqiyatsiz uchrashuvlardan biri. Abdullayevning xatosi mana bu yerda Sanchez kirib borganda zarba yo'llashga imkoniyat qoldirdi, blok qo'yildi, qaytarildi Alqulov tomonidan va Abdullayev to'pni chiqarib yuboraman deb xatoga yo'l qo'yapti. Bu Raul Jimenez edi ekan boyagi zarbada. Bu yerda esa Sanchez qo'liga tegmadimi? Qo'liga tegdi menimcha. Yo'q. O'yin so'ngida bizda standart vaziyat yuzaga kelyapti. Otabek Shukurov ijro etadi, takror lavha namoyish etilyapti va bizga mana bu yerda tortishib qolgan raqib futbolchisi bilan "Oy, muxlislar, bu kerak emas, har holda mehmonmiz." Endi Amerika qit'asi shunaqa ozgina to'porroq mentalitet jihatdan Otabek Shukurov to'p oldida standart vaziyat, darvozada Ochoa. Ruxsat berildi, zarba yo'llanyapti. 3-3 Otabek Shukurov tomonidan qanday ijro bo'lyapti do'stlar va chiday olmayapti meksikalik muxlislar. Qanaqa zarba bu? Ola olmayapti Ochoa, olib bo'lmas zarba va burchakdan dahshat. 2018-yil Toni Kroos jahon chempionatida xuddi shunday nuqtadan, xuddi shunday ijroni amalga oshirgan edi. O'shanda ham adashmasam Meksika edi yoki Shvetsiya, mayli endi uni qarab chiqish kerak. Mana bu yerda esa Ochoa to'pni qaytara olmayapti. Otabek Shukurovdan ajoyib ijro. So'nggi daqiqa o'tib boryapti do'stlar va Meksikada burchak to'pi. Hamma himoyalanish kerak, hamma himoyada ehtiyot bo'lish kerak. Ruxsat berilyapti. Uzatdi, bosh bilan zarba Otkar Yusupov va hakamning ushtaga chalindi. O'yinga yakun yasab berilyapti. Tarixiy natija 3-3. Jangovar durang Meksika uyida mardonavorcha munosib qarshilik ko'rsatyapti milliy terma jamoamiz. Mana shu uchrashuvni sizlar bilan Kamina Jabaraliyev Qilchbek kuzatib bordi. Keyingi o'yinlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.